Nereye gitti? Dersler gittiniz mi? Yallah. Mikrofonu anlaşık mısın? Oo. Gel gel. Gel. Gel bana. Gel. İşim var. Salis. Mektubu oluyor. Dördüncü tüyaturi kadar. Dördüncü tüyaturi. Şundan bir tüçümü yap bende. Beşinci, altıncı. Mektup. 8, 7, 8. Beşinciyi görmedik. Ha, beşinci. Bunu oluyor. Satır takliç. Al. Satır takliç. Al. Satır takliç. Derede ya. Yallah. Beşinci geldik dediniz Ha, mi? beşinci. Evet. Bu bayramı. Özbekçesi var. İşte.
المكتوب الخامس في تفويض الخواجة برهان الذي هو واحد من المخلصين في بيان بعض الأحوال كتبه لشيخ المعظم. بيشنش مكتوب في تفويض خواجة برهان خواجة برهان Cenab-ı الذي هو واحد من المخلصين مخلصların bitteleridendir. مع بيان بعض الأحوال كتبه لشيخ المعظم uluğ şeyhe yazıyor bazı hal ahvaldatlar deptiler. Arizatun akkarıl hadmul bil arza bir arza kılıp yazıyatkendim. Akkarıl kudam fi أني قد كتبت رسالة في بيان طريقة الخواجة كامل بالرسالة طريقة الخواجة كامل بيانda بالرسالة yazdım dedim. Kaddesallahu sallallahu وارسلتها ويبرم ona نحو Cenab-ı Ali لعلها Cenab-ı Ali'lere yönettim dediler. لعلها تكون منظورة بالنظر المبارك بالنظر المبارك bilen منظور بقصة degan umut bilen lekin de مسودة fakat. Bu bir قارة bir hatlardır fakat. لم أجد فرصة لنقلها إلى beyaz bulbur. Kağızga yazıp nakıl kılıp koçerip yazışlık'a fırsat tapmadım. Bir sebebin acıladım. Hoca Burhan'ın şaşılış tarafı, canaşlık'ın sebebidir. Fi teveccüh liyahtemel en yakhluqa biha ulumen ahir. Başka bir ilimlerde ihtimal kılışlık için. ولما وقع نظري يوما من أيام على رسالة سلسلة الأخرار Hoca birlerimizin risalelerine bir nazar salgan paytlarimda xatar fi xotirim keldiga أن أعرض عليكم لتكتبوا شيئا في بيان بعض علومها أو تأمروا الفقيرة ما هم menga bir ariza bir hol keldiki bir fikir keldiki sizga bir xat yozishlikka ba'zi ilmlar haqida أو تعمروا أو جابوا من قال فبر بفكر قبل نسأل أمر خلاص بدك أمر ليه أكتب شيئا فيها شو المعنى هذا نسأل يازش لك مسجن بالأمر خلاص بديد قوي هذا الخاطر وأبو خاطر من هذا شيء جديد وبين أنا في هذا الخاطر شو خاطر الله إيش ذا يرجع دوام ذا إذ فاضت علوم هذا المسودة şu ilimde bir nesneler bayan kılındı bence kıyıldı diye. Ve bayantu bazı ulema tilka risale fi zimni ma katabtu fi hazır mesudda. Şu bazı mektubatlar yazdım şu devamında. Fi cümle fe ennel cealtu hazır mesudda tekmileten la tekun risaleten fi baha. İlla fe in انتخبت بعض العلوم المناسبة لهذا منها. والحق بها فله وجه زيادة لإنبساط خروج من أدب ومن كبرى yazışlıkta adapsızlıkta bildim ve Hoca Burhan faale fi hazır müddet fe'alen hasanen Hoca Burhan şu müddette bu yaxşı işler kıldı amran muhtansina çıraylı işler kıldı ona nasiben min seyris Salis الذي هو مناسب لمقام الجذبة. Üçüncü seyirde nasibiyet edilir. Şu münasip makamın hazı cezebe, makam cezebe, şu makam cezebesi. Sonra الآن بواسطة المهمة مدة معاش صعوبة لمألوف مشوش الخال. مهما أمدت معاش الموصوف مشوى الخال ومش مشتت البار قد توجه نحو الجانب المعالي كل شيء أمور به يكون مباركا إن شاء الله أخبر لك Beşinci mevzu Burhan'ın
Hoca Burhan'ın Hazreti Muhammed Baki Billah'a yuvarlıcı beyanı değil. Bu zat sahibelerden biri idi. Sahiplerden biriydi. İmam Rabbani Hazretleri evvelki mektubatlar gibi buna hem şeyhleri Baki Billah Hazretleri yazdılar. Hocagan tarikatı beyanında bir risale yazdım. Allah onun sırlarını, kudretini ziyade eylesin. O şey yazganlarımı huzur aleyhine yönlemek Tilagim tebarrük fikirlerini almaktadır. Ne kılayım? Risale evvelki ilk halidadır. Kayıta işleş için imkan tapılmadı. Sebebi Hoca Alim Şeyh bir Ustaz Seyyid Ağamur'la Hoca Burhan'ın şaşınca yolga çıkışı oldu. İhtimal ondan bazı malumatlar ilave etilgeydir. Kunlardan bir gün Hoca Ahrar Veli Bildir'in gözümge düştü. Yadımga düştü ki sizge arz etkey. Onu sizge iyi borgum geldi. Bundaki malumatlar bayan babıda birer narsa yazarsız. Yoksa bu fakirge amal edeceğiniz çünkü bir narsa yazamam dediler. Mezkur fikrim berkararlaştı. Aytken fikirge çömerkemen mezkur müsvat. İlk nüshaları qoralamadagi sanar mıkansız. Yoksa bazı uygun malumatlar ona qo'shiladi. Uning boshqa bir jihati bo'lgan. Shu ma'noda ziyoda ochilmoqni adabga zid sanadim. Ziyoda ochilmoqni adabga zid sanadim. Hoca Burhan bu muddat ichida go'zal fe'llar ishladi. Yaxshi ishlarni qildi. Quvonsa bo'ladigan xush amallarga muvofiq bo'ldi. Jaziba maqomiga uygun 3. şehirden nasibasını aldı. Ne bo'lar ki hozir kechirim, tirikchilik keçim sebepleriyle teşvişli holga tushgan. İşler perişan oldu. Bu ahvollar bilan yüksek huzurunuzga yuzlangan. Unga har amringiz baxt, omad, qutlug' baraka bo'lgay dedi. Endi o'sha zamondagi olishlar qiyin bo'lyapti. Beşinci mektupta okuduk. Sonra şimdi 6. mektupta okuyorduk. Keyin hikayelerimiz. 3. mektup. Cezebe suluk husulu hasıl bo'lishinin bayani. Cezebe sulukning hasıl bo'lishliginin bayani. Jalol ve kamal sıfatları ile terbiye almak. Kamal, cemal sıfatları ile terbiye almak. Fana ve baka manalarına yazılar. Nakşibendi tarikatındaki mensup olgan üstünlüğü, mensup olmak üstünlüğü ve bela ve musibetin geçişini dualadı. Bandaların en kiçiği Ahmet'ten İmam Rabbani Hazretleri'nin isimleri bir arz hal buldur. İmam Rabbani birimizden Ahmet'ten diye bu arz hal buldur dedi. Mutlak şanı büyük bulgan Hak Subhanahu Teala hak üstün afzal tevaccüh barakatı ile menge ikram buldu. Menge ikramda buldu. Cezebe ve suluk terbiyesi bilen nimetlendim. Menge mutlak şanı büyük bulan Allah Tebarek Teala üstün afzal tevaccüh barakatı ile menge ikram buldu diye menge nazar kıldı. O cezebe ve suluk terbiyesi bilen nimetlendim. Ona tercüme kız gereği. Sonra beni celal ve kemal sıfatları ile terbiye etti. Şimdi gel Allah Tebarek Teala beni cemal, kemal sıfatlarına terbiye etti. Bu pirlerin kolundan. Şu an celal cemalın aynı özü payda buldu. Şu payda cemal sıfat, cemal sıfatının Allah aynı yani kuvvet hasıl buldu değil. Celal cemalının aynı hasıl buldu. Celal deyince kuvvet, güç degen söz. Risale-i Kudusiye Muhiddin Muhammed İbni Ali
Arabi, Muhammed ibn Arabi, Ali Arabi, Hatım-Tay Mekki Hazretlerinin eserleri. Hatım-Tay Mekki Hazretlerinin eserleri. Hicretin 638, miladi 240 yıllarda vefat etken. Allah zat subhanahu sirlerini kudüsiyetini ziyade eylesin. Üçün sırları için dedi. Üçün yazdığım haşiyelerde bu ibaretin sarih, açık ayan çinerli manasını tahrif edip bozub mevhum manalar alganlar. Özlerine göre özgertirgenler. Halbuki ibare manası zahirge göre verilgen tahrif, tahvil etiş, başka mana veriliş kabul aşkar ve anık makbul emas dedim. Bu terbiyenin alamatı zatga tayangan muhabbette hakikileşmektir. Muhabbette hakikileşmektir. Bu manada hakiki olmasdan mezkur terbiye hasıllığı orun yok. Bu terbiyenin alamatı zatga tayangan muhabbette hakikileşmektedir. Bu terbiyenin alamatı zatga tayangan Allah'ın zatıga bo'lgan muhabbetin hakikileşmektedir. Bu manada hakiki olmasdan mazkur terbiye hasıl olmaydı. Bu manada hakiki olmasdan mazkur terbiye hasıl olmaydı. Ularga o'rin yo'q. Zatga tayangan muhabbet Allah'ın zatıga tayangan bo'lgan fana topmak alamatidir. Allah'ın zatıga bo'lgan muhabbet o'zi fana alamatidan fana tapmak alamatıdan, fani olmakla alamatıdandır. Fana ise Allah'ın zatıdan gayri özgü begona narsalardır. Unutmuktur fana degende Allah'ın zatıdan başka narsalardır. Unutçuluk deb atalınadi. İlimler tam manası bilen sine, ko'krak sohasidan ayrilmaguncha, jahl mutlaq bilan tahaqquq hosil bo'lmaguncha, jahl mutlaq sebep fanadan nasip uluş kelişi imkansızdır. Bunun manası ki ilimler mutlak tahakkuk hasıl olmagunca cahil mutlak sebep fana nasip kelişi imkansızdır. Bunun manası ki ilimler batın asmanı ruh kungun koku ko'tarilmaguncha amal bo'lmaguncha sohillargacha siyna sohasiga qolib ketadi. Jahl mutlaq tufayli haqiqiylashmaydi va fanolash ulashuvchi kelmaydi. Cahilning turlari ko'p, ba'zilar keltiramiz. Jahl basit, bilmaganini bilmoq tarzidagi jaholatlar. Jahl murakkab, bilmaslik bilan birga bilmasligini ham bilmaydilar. Bilmasligini ham bilmaydi. Jahl mutlaq, ko'p ma'noni o'ziga jamlaydi. Ba'zilar shu so'zlarga irodasini topadi. Erkin, qat'iy, shubhasiz shartga bog'lanmagan, hududsiz itlaq etilgan, qo'yib yuborilgan cezadan ko'tarmak, af etmek, ajr olmak. Hakikaten bunların barcha manasını umumlashtirib cem etsek jahl mutlaq, erkin jaholat degan tushunchaga kelib chiqaradilar. Bu nodonlikning dahshatlaridan biridir. Bu nodonlikning dahshatlaridan ve bu bilan fanodan nasiba yo'qdir. Demek ilm batiniy manasini olmaguncha, botinga teran o'rganmaguncha jaholatin harakati bemalol erkindir. Bunday ilm bilan fanodan qutulgan maqsad hosil bo'lmaydi. Ilm sinadan ayilmaydi. Zikr etilgan ma'noda jahl doimiydir. Uning savoliga imkon yo'q. Ba'zan kelib, ba'zan ketuvchi, hilidan emas, xildan ketuvchi. Mazkur bobda so'ng g'oya ma'nosi da budur. Baqodan avval faqat jaholat bor. Baqodan so'ng esa jaholat va ilm birlashgandir. Bu yerda aytilgan jaholat ko'ziga shuur bordir. Hayrat ko'ziga esa huzurdir. Ushbu maqomda haqqul yaqin maqomidir. Unga ilmda hamla ayn ko'rishdan sanalgan hech bir boshqa narsa to'siq bo'lolmaydi. Misoli, jaholatdan avval kelgan ilm e'tibor darajasidan tashqaridir. Her ne kadar bu makamda ilim bo'lsa,
o'zi asldadir. Shuhud bo'lsa bu ham o'zidadir. Ma'rifat esa yana o'zida. Agar nazarga o'ziga asliga qaytadigan qaragan bo'lsa, ya'ni o zaman uyg'un bo'lgan nazarning tashqaridan tamoman o'zilishi hosil bo'ladi. Bu ma'noda Hoja Naqshband hazratlar shunday dedilar: Ahlulloh fana va baqo maqomida ne ko'rsa o'zida ko'rurlar. Ma'rifat yo'li bilan qo'lga kirgan har ne o'ziga og'ir bo'lur. O'zida og'ir bo'ladi. Fana va baqo maqomida ne ko'rsa o'zida ko'rurlar. Ma'rifat yo'li bilan qo'lga kirgan har neda o'zida orif bo'lur. O'zida ko'rar. Ahlulloh fana baqo maqomida ne ko'rsa o'zining vujudida ko'radi deydi. Ma'rifat yo'li bilan ko'rgan har narsa ko'rsa o'zida orif bo'lur. O'zida orif bo'ladi deydi. O'zini taniy boshlaydi. Shundan oshiq anglashib turilib mushohada, ma'rifat, hayrat faqat o'zlar. Shundan tashqari bo'lgach, oxirida kelishi kutilgan baqa qanday kelsin? Fana va baqa ichidagi martabalarning nihoyati budur. Hamda bu mutlaq fana holidir. Mutlaq fana esa boshqalarga qaraganda yana kamroq, kengroqdir. Baqa holati taqin fana holati miqdorda ko'ra bo'lur. Yuqorida zikr etilgan ma'no ijobiydir. Ahlullohdan ba'zilarning fana va boshqa bilan haqiqlashishi so'ngra tashqariga qaraganda mushohadalar bor. Lekin bu azizlar bog'liq bo'lgan maqomdir. Barcha nisbatlarning ustidadir. Ya'ni shu azizlarga bog'liq bo'lgan maqomlar barcha nisbat ustidadir. Nisbat munosabati yaqinlik va mansublik bog'liq o'lchov tarjima ila vositadir. Shu ma'noda bir she'r: har ekan nasima misoli hijoziy bo'lmas, qalayli temir yamanicha rivoj bo'lmas. Qalayli temir yamanicha rivoj bo'lmas dedi. Bu she'r arabcha matndan olib, lekin forscha qilib bo'lmadi. Har oyna tutgan ham Iskandar bo'lmaz. Har oyna tutganlar ham Iskandar bo'lmaz. Har qiyofa kirgan haqqa xizmatkor bo'lmas. O'tgan qancha asrlar so'ng zikr etilgan silsila buyuklaridan bir ikki zot tariqat bog'ini sharaflantirar ekan, boshqa silsilalar haqida ne deydilar? Bu bog'liqdir. Abdulxoliq G'ijduvon hazratlari tashur sirlarining quddasi yo'li bo'lsa, u zot kamolga yetkazgan zot esa mashayxdir. Shayxlar shayxidir. Ya'ni Naqshband nomi bilan ma'ruf Xo'ja Bahovuddin sirlari muqaddas yo'li aytilgan holat bir davlatdirki, unga o'z xalifalaridan Xo'ja Alovuddin Attor erishdilar. Bu buyuk bir saodatdir. Yana boshqa kimlar nasib etishi vaqt ko'rsatadi. Bu yo'lda hayratlanarli holat shunday: har qachon balo va musibat kelsa, unga avval rohat hamda sevinch sabab bo'ladi. Bunda shunday deymanki, yana yo'qmi? Bu dunyo matodan har bir narsa mendan kelsa, ko'nglim xush, dimog'im chog' bo'lur. Yana shunday bo'lishni istayman. Sabablar olamiga indirilganda nazarim ojizligimga va fikrimga tushdi. Bu ham men uchun bir nav huzur bo'ldi. Yana avval boshqa kelur, oz zarar sababi bo'lmoq edi deb. Aytganimdek mahzunlik davom etardi. Istasa o'sha oz zarar tezroq ketsin, hech kelmagandek bo'lsin. Bir balo yoki musibatning daf bo'lishi uchun subhanalloh duo qilganda murod balo va musibatni ko'tarishi emas, haqiqat bilan menga duo qilingiz. G'ofil surasi 60-oyatda amirga iltimos etgashdik. Ne bo'larki, shu onda duodan maqsad balo va musibatlar ko'tarilishidir. Bundan avval tugab o'tilgan qo'rquv, huzun qaytib keldi. Bu esa menga ma'lum bo'lishicha sarxushlik holdan oldin keladi. Avval boshlanishda duo g'oya baloning ko'tarilib ketishi emas, ammo bu ma'noda ko'nglimga xush kelmasdan, lekin meni chulg'agan
holda mag'lub bo'lgandir. Bu orada aqlimga kelgan shu bo'ldiki, payg'ambarlarning duolari faqat tilaklarining hosil bo'lishi jihatidan emasdir. Ularga duo salom bo'lsin. Ularga duoyi salom bo'lsin. So'nggi zikr etilgan ishning haqiqiy ichi jihati, mohiyati yuzaga chiqdi. Shunda bildimki, payg'ambarlarning duolari haqqa nisbatan ajiz, ojizlik, iftixor, yo'qsilligini, faqirligini, nachorligini oshkor aylamoq ekan. Tavozu, qo'rquv, inqisor, parchalanmoq, qasir parchalanmoq jihatidan faqatgina ilohiy amr sharti, talabi luzum, zarurat uchun emas. Amr talab sifati vaqti bilan ro'y berilgan aylanish surati paydo bo'ldi deydi. Oltinchi maktubda o'qidik. Hay Allah.
şunu bilen hammasını yaxshilar tushuntirgan ekan bizlar arabchasini o'qiganda ham bir mushkulot paydo bo'lar ekanda. Ariza aql va arza Ahmad bu Ahmaddan ozgina bir murshidimiz menga bir ikrom qildilar. Menga bir nasiba berdilarki Jalla shanuhu اطلق جل شأنه ببركة التوجه العالي عالي بالتوجه بركة توجه العالي بتربية طريقة الجذبة جذبة طريقة بيان والسلوك جذبة طريقة السلوك ورباني سلوك رباني ورباني بصفة الجمال والكمال وما صفة جمال وكمال صفات بنا تربية لر الآن صار الجلال عين الجمال حاضر شو جلال صفات لرمز عين جمال öz buldu جمال عين جلال öz صفات لر أيلاند وقد حرفوا هذا العبارة في بعض الحواشي الرسالة القدسية وشو بعض الرسالة القدسية شو نسأل başka harfke özgürtürdüler. قد فهموها عن mefhumiha sarih mefhumiha sarih açık düşüncelerden başa ve hamaluha alel mefhum ondan gelen mefhum halatga keldi mefhum ala halat mefhum halatlar mevhum halatga keldi ve hal ana al-ibaret mahmula ala zahiriha zahiriga e'tibor qilingan iboratlar alamada hozir terbiyeler bu terbiyenin hakikati bu muhabbet zatiyedir deydi. Lem kan husulha bidun tahakkuk bihaza bunun hasılı mümkün emas bidun tahakkuk bunun hakikati gitmektir. Ve muhabbet zatiye alamet fana Allah'ın zatiga bo'lgan muhabbet fana bo'lishlikning alomatidir. Fana iboratun an nisyan ma sivalloh. Fana deganimiz Allah'dan boshqa narsadan toza bo'lishlik. Allah'dan boshqa narsaning hammasini esdan chiqarishlik deydi. فمتى لم يزل علماء عن ساحلة الصدور tamam qachon bu ma'no kelmasa لم يحصل تحقق بالجهل mutlaq. Jahl mutlaq hosil bo'lmaydi. Ya'ni o'zingni mutlaq esdan chiqarmaysan deydi. O'zing hosil bo'lib turib. La nasiba min al-fana u paytda fanodan unga nasibasi bo'lmaydi. Hosil jahl doimiy bu o'zidan jahil bo'lishlik doimiy bo'lishi kerak. Lam kana li zawaliha uni zavol bo'lishligi yo'q bo'lishligi imkon bo'lmaydigan jahllik bo'lishi kerak. لأنه يحصل أحيانا bu bazı holatda ahyonan holatda hosil bo'ladi. Va yazulul ukhra bazı holatlar u yana qaytib keladi deydi. U fana bo'lishlik yo'q bo'ladi. G'oyat ma fil bu bobdagi maqsad anahu qabla al-baqa jahalat baqodan ilgari bir jaholat mahazat maxsus bir jaholat keladi. Va ba'd al-baqa yajtamil jahalat wal ulum ma'ana baqo bo'lgandan keyin va baqo bo'lgandan keyin ham jaholat ham ilm ikkalasi birga keladi dedi. Va fi aynil jaholat shuur. Jaholatning o'zida bir shuur, sezishlik, ko'rishlik bo'ladi. Va fi aynil hayrat huzur. Ayni hayratning o'zida Allohning huzur ko'rishlik bo'ladi dedi. Va hada muvattan haqqul yaqin. Bu o'rinda bu maqomda haqqul yaqin deb ataladi. الذي هو لا يكون فيها كل من المعلوم لا يكون فيه كل من المعلوم يتحمل نفسه معلوم بوميد والعين حجابا علم من الحجاب كل olma vaktin var mı? Gece verimiz var. O sahında ketmesin çünkü. Azma kichkina o'qib qo'yaylik.
والعلم الحاصل قبل مثل هذه الجهالة خارج من حيز الاعتبار. وبو والعلوم وعلوم الحاصل قبل من هذه الجهالة من هذا بو jaholatga o'xshagan narsadan xoli bo'lmasdan hosil bo'lmay xorij min xayr e'tiborsiz ma'anahu inkana hunaka agar bu yerda ilm paydo bo'lsa fa fi nafsning o'zida ilm bo'ladi va inkana shuhud va fi nafs bir narsalarda shohid bo'lasan ham o'zingning nafsingda ko'rasan g'oyib bo'lsa ham o'zingning nafsingda ko'rasan va ina ma'rifatin aw xayrat Allah'ın tanışlığı ve hayratta karşı fi nefsin özünde korusun. وما دام nazar fi hariç nazar tashqarida turadigan bo'lsa la yahsul fiha bu yerda hosil bo'lmaydi. In kana nazar fi nafs nazar nafsning o'zida bo'lsa ya'ni fi jumlat bal loyiq an yanqata'a nazar an hariç nazarında xorijdan uzishliging kerak bo'ladi bilkulliya. Qola Xo'ja Naqshband qaddasallohu sir sirruhu va kullu ma yarahu ahlulloh ba'da al-fana wal baqa yaranahu fi anfusihim. So'filar Alloh taborak taoloni ba'da al-fana fana va baqolardan ko'radigan bo'lsalar o'z nafsida ko'radi. Kullu ma yarifuna fi nafsi. Nimaniki tanisa o'zining nafsida shu. Allohni tanishlik, dunyoni tanishlik o'zining nafsi orqasi bo'ladi. Va hayratum takunu fi vujudi anfusihim. Shuning hayratlar ham o'zining nafslarining vujudida bo'ladi, nafslarda. Wa fahima min zalika aidan an sarixan ana shuhud wal ma'rufa wal hayrat fi nafs. Shohid Allohni ko'rishlik, ma'rifat Allohni tanishlik, hayratda ko'rishlik hammasi nafsning o'zida hosil bo'ladi. Fa hasb laysa fil xorij shay'un minha. Ya'ni bu yerda xorijda nafsdan boshqa hech narsa yo'qligini ko'radi. Madama vahid minha fil xorij la lahizan madamiki fil xorijda bir narsalar mulohaza bo'ladigan bo'lsa fil nafs fil fana la nasiba unda hech qanday nasiba yo'qdir. Va in kana ba'za minha fil xorij agar shularning bir xorijda bo'lsa fa inal baqa mastur. ونهاية المراتب في الفنا والبقاء فنا وبقاء مرتبة النهاية هي هذا شو مقام تبديل وهذا هو الفناء المطلق الفناء المطلق مطلق الفناء اعلم منه شنو بلسانك من غير والبقاء من غيره والبقاء من غير شنو والبقاء إنما هو عين المقدار الفناء aynı fananın bir miktar görünüşüdür. Lihaza yekunu bazı ahlullah şuhudu fil hariç. Çünkü bazı Allah'ın dostları ayetinde şuhud fil hariç. Allah'ın tashqarida ko'rishlik ba'da tahaqquk fana fil baqa. Tahaqquk fana va baqa deb ataladi. Lekin nisbatahu lil aizza ba'dan yani Naqshbandiya fawqa jami'in nisa. Naqshbandiya tariqatining nisbatlari boshqalarning nisbatlaridan hammasi yuqori bo'ladi. Hayhata ma kullu nasim hijoban. Har bir qandaydir hamma narsa parda bo'lib turaveradi, hamma ko'rinishlar. Va ma kullu maqsudun hadidun yamaniyan. Kullu maqsud yamani qilishga o'xshaydilar dedilar. Subhanalloh robbil izzati amma yasifun va salamun ala Allohu akbar. Bo'pti. Jahola degani? Av Jahola degani? Nadan. Tushunbekdik endi. Ассаламу алейкум. Братья, на сегодня на русском языке не будет. Иншаллах, завтра, иншаллах, продолжаем. Ассаламу алейкум. Давай.